Ayol kishi 30 yoshdan keyin kollagenni faol yo'qota boshlaydi va 45 yoshga kelib o'z kollageni darajasi 30% gacha kamayishi mumkin. Bu shunchaki raqamlar emas. Bu fundamental o'zgarish. Teri sekinroq yangilanadi, yaltirashini va zichligini yo'qotadi. Yuz ovali esa aniq ko'rinishini yo'qota boshlaydi. Kollagen bu yoshlarning ichki eliksiri. Uning darajasiga bevosita terining tarangligi, sochlarning qalinligi va jilosi, tirnoqlarning mustahkamligi, shuningdek yuzda charchoqsiz, tetik va sog'lom ko'rinish bog'liq. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, kollagenning past darajasi chuqur ajinlar, terining qurishi, sochlarning yupqalashishi va tirnoqlarning mo'rtlashishining asosiy sababidir. Bu faqat estetika emas, bu salomatlik masalasi. Mustahkam tayanch bo'lmasa, teri himoyasiz bo'lib qoladi, tiklanish va o'zini himoyalash qobiliyatini yo'qotadi. Kollagen yo'qotilishini to'xtatish va uning ishlab chiqarilishini rag'batlantirish uchun kollagen peptidlari, C vitamini va gialuron kislotasi yetishmovchiligini to'ldir. Bu yangi kollagen tolalarini sintez qilish uchun tanqidiy ahamiyatga ega uchlik. Bu uchala komponent bitta to'plamda jamlangan. Bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.